Tasavvur qiling, saudiyalik bilan marokashlik ikki arab bir xonada o'tirishib suhbat qilishmoqchi, lekin bir-birini tushunishmayapti desam ishonasizlarmi? Bu qanday holat? Hozir men sizga buni tushuntirib beraman. Men Iroda Rahmonova, arab tilidan 15 yillik tajribaga ega mutaxassisman, At-Tilmiz onlayn maktabi asoschisiman. Shu paytgacha 3000 dan oshiq o'quvchilarni onlayn arab tiliga natijaga olib chiqdim. Arab tili o'zi bitta, lekin arab tilida so'zlashadigan 22 ta davlat va 400 mingdan oshiq aholi bor. Va har bir arab davlatining o'z shevasi bor. Sheva bu arablarda lahja deyiladi. Demak, har bir mamlakatning o'zining lahjasi bor. Shuning uchun ham ikki arab bir joyda ko'rishsa, bir-birini tushunmasligi ham mumkin. Keling sizlar bilan hozir arab adabiy tili, ya'ni fusha va lahjalarning o'rtasidagi farqni tahlil qilib chiqamiz. Yana bir narsa, bir o'quvchi, masalan, 2-3 yil davomida arab tilini o'rgandi va Arabistonda borganida arablar qarasaki butunlay boshqa tilda gapiryapti va bu mana shu lahjadir. Fushani bilish juda ham muhim hisoblanadi, chunki bu arab adabiy tili. Arab adabiy tilida barcha kitoblar, rasmiy hujjatlar, maktab darsliklari, qonunlar, ko'rsatuvlar, boringki adabiy tilda yozilishi kerak bo'lgan barcha narsalar aynan fushada yoziladi va gapiriladi. Xuddiki O'zbekistonda adabiy o'zbek tilida gapirgandek, arablarda ham xuddi shunday. Masalan, fushadagi jumlalarga misol keltiraman. Ana azhabu ilal madrasati. Men maktabga boraman. Hal tanawalta al-futur? Sen nonushta qildingmi? Kimlar o'zi fushada gapiradi? Aslida hech kim fushada gaplashmaydi. Faqat demak fusha rasmiy til hisoblanadi. Ko'chada, do'stlar bilan kundalik hayotda hamma arablar o'z lahjasida gaplashadi. Lekin bu degani faqat lahjani o'rganish kerak, fushani o'rganishni keragi yo'q degani emas. Fusha arab adabiy tili juda ham muhim hisoblanadi va mana shu fushani bilgachgina siz eng ko'pi 2-3 oyda arab davlatida ularning lahjasini bemalol o'rganib olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi keling lahjalarga to'xtalsak. 22 ta davlatda har xil lahja bo'lgani bilan, lekin asosiy 4 ta arab lahjasi farqlanadi. Bularni sizlarga hozir sanab o'taman. Eng birinchi va eng ko'p tarqalgani bu Misr lahjasi. Masriya deyiladi. 140 milliondan ortiq aholi aynan mana shu Misr lahjasida gaplashishadi. Mashhur kino seriallar, kinolar, qo'shiqlar ham aynan Misr lahjasida kuylangan, o'ynalgan. Misr lahjasining o'ziga xosliklari bor. Birinchisi bu qof harfini talaffuz qilmaslikdir. Qofning o'rniga ular hamzani talaffuz qilishadi. Masalan, qalbun, qalb, yurak so'zi albun deyiladi. Albun, qof umuman aytilmaydi. Va yana biri jim harfi g kabi talaffuz qilinadi. Masalan, jamal bu tuya, misrliklar buni gamal deyishadi. Hozir 3-4 ta so'z bilan, fusha bilan Misr lahjasidagi so'zlar farqini sizlarga tushuntirib beraman. Ahvoling qanday? Fushada kayfa haluk? Misr lahjasida izzayik. Ha javobi. Fushada na'am, Misr lahjasida ayva. Yaxshi. Fushada jayyid, Misr lahjasida quwayis. Ket so'zi fushada izhab, Misr lahjasida esa ruh deb aytiladi. Misr lahjasi haqida qisqa ma'lumot berdim. Endi ikinchi yirik lahja Xaliji haqida aytib beraman. Bu lahja Xaliji lahjasida sizlar bilgan Dubay, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya, Kuvayt, Qatar, Ummon mamlakatlarida gaplashiladi. Bu lahjada asosan ohang cho'zib gapiriladi. Neft va biznes sohasiga doir ko'p inglizcha so'zlar aralashgan. Hozir bu shevani ham fusha bilan solishtirib beraman. Qayerda fushada ayni, Xalijida wayn. Yaxshi, fushada jayyid, Xalijida zayn. Va keyingi keng tarqalgan lahja bu Levant lahjasi, arab tilida Shami deyiladi va bu Suriya, Livan, Iordaniya va Falastin mamlakatlarida ishlatiladi. Ohangi yumshoq va jarangdor eshitiladi. Eng chiroyli arab tilidagi lahjalardan biri hisoblanadi. Bu lahja ichida fransuz va turk so'zlari juda ham ko'p.
Hozir internetda, YouTube va TikToklarda ham aynan mana shu lahja keng tarqalmoqda. Yana bir narsa, Livant lahjasida qof harfi af deb cho'ziqroq talaffuz qilinadi. Misr lahjada hamza sifat talaffuz qilsak, Livant lahjasida ko'proq u cho'ziqroq af kabi talaffuz qilinadi. Keling endi Livant lahjasini ham fusha bilan solishtirib beraman. Nima fushada mada, shamida shu deyiladi. Yaxshi fushada jayyid, shami ya'ni Livant lahjasida mlih deyiladi. Va keyingi eng ko'p tarqalgan lahja bu Mag'rib lahjasidir. Bu lahjada Jazoir, Tunis, Marokash va Liviya mamlakatlari arablari suhbatlashishadi. Bu eng qiyin lahja hisoblanadi. Boshqa arablar ham tushunmay qolishi mumkin ba'zida. Bu lahjada fransuz tili so'zlari juda ham ko'p aralashgani uchun ba'zan buni alohida til deb ham tushunishadi. Ko'pincha unli harflar ishlatilmaydi va so'zlar juda ham qisqa talaffuz qilinadi. Bu lahjada gapirish uslubi juda ham tez eshitiladi. Nonushta qildingmi degan jumlani hozir sizlar bilan fushada va 4 xil lahjada o'rganamiz. Demak, fushada hal tanawwalta al-futur, masriya itkhadit, xaliji akalt al-fiyor, shami akalt al-traye, Marokash ftirt. Mana eshitganingizdek, Marokash lahjasi fransuzchaga o'xshaydi va juda ham qisqa. O'zbeklar uchun eng tavsiya qilinadigan arab tili bu birinchi o'rinda fusha, arab adabiy tili va undan keyin xaliji lahjasi. Va bu lahjani siz o'sha aytgandek 2-3 oyda bemalol o'rganib ketsangiz bo'ladi. Uninggacha sizda fushada fundament, ya'ni poydevor bo'lishi kerak. Keyingi videolarda yana qanday mavzularni olib chiqishimni xohlaysiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. O'zim o'qiyman va shunga moslab sizlarga darslik tayyorlayman.